Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Mana bugun obzorimizda skuterimiz kattaligidan duga bilan bir xil. Hozir mana yig'ib bo'ldik. Ключlarga, boshqalarga ahamiyat bermaysizlar. Mana korobkada boshqalar bor yana. Yurishlarini bitta yoq ko'rsatib beray. Bundan tashqari NFC'si bor, pulti bor. Kalt ko'tarib yurmayman deganlarga NFC zo'r variant. Mana yonishlari, ekranlari. Bundan tashqari mana podsvetkalari. Svetlari ham o'ta boshqacha yonadi, LED. Bokovoylar, orqalari, dugalari ham bor. Mana arkasi yonishi. Undan tashqari arkasida дополнительный turba rama ishlangan. Balonlarni ham ko'ringlar. Balonlari ham shiroki balon. Oldi orqa jidkis tormoz, redline diska, saka diska. Orqasi ham shunday. Kattaligi duga bilan bir xil, katta skuter bilan bir xil. 5 talik akkumulyator. Narxiga keladigan bo'lsak, doimgidek cho'ntagi bob. O'ta darajada arzon desa ham bo'laveradigan variant. Kelaverasizlar o'rtoqlar, xohlagan paytlaringizda yig'ib tayyor qilib bera olamiz.